Giyimni giyim bazardan alın. Gilemni gilem bazardan alın. Obuneçiler, gilem bazar açılgan hakkında işitgensizler. Hem yerde şavşu bolup durgan gilem bazarını ikinci filialan teşkil etildi. Nerede deysizlermi? Ürgen şehrimiz merkezinde. Bu tarafınız Olimpiya Stadyonu, bu tarafınız obuneçiler Dehqon Supermarketi. Bugün Xudo xolasa sizlarga dım zor yangiliklarimiz var. Videonun ahırınaça görünler. Adres hakkında yine bir mert aytib o'taman. Olimpiya Stadyonu Xatarda 19 marşrut bilen geleversizlar boyunca Dehqon Supermarket Xatarında Gilam Bazar 2 deb yazılgan taza dolma teyinde joylashgan bo'ladi. Dım zor yangiliklar aytib turibdilar. Videonun ahırınaça kuzatamiz ketdik. Hem yerde şov bolup turgan Gilam Bazarının ikinci filiali ama bu neçe hakikattan şov boluş derecesinde karanlığa viburlandım köplikine. Birinci filialını işittik. İkinci filialda ne yangiliklar olacak? Bizning ikkinchi filialimiz ochildi. Xudo xolasa, bizadagi narxlar chegirmasdan arzon bo'ladi. Bundan ham qulayligi 1 oydan 6 oydan bize faizlarsiz, masalan, penya qo'shilmagan holda o'zini pulini bo'lib to'lashlari mumkin. Banka hech narsa aralashmaydi, faiz to'lamaydi, doğrusilari bo'lib beraveradi shu pulni. Ava, banka aralashmaydi, faiz ham bo'lmaydi. Oldindan 0 to'lab, xolasa to'lab etadi. Xolasa 1 so'm pulsiz 6 oygacha olib biladi. Banka aralashmaydi. Sizlar shu daraja xalqqa ishonasizlarmi? Yo'q, endi ishonamiz. Xudo xolasa ham maktab topshirib, shu g'ollar berganimizdan so'ng bizlar ham maktab beradilar. Necha so'mgacha berib bilasizlar? Endi masalan o'rtacha klientni ishlaydigan yeri bo'lsa, masalan, oylikchi 20-30 milliongacha bemalol sala bo'ladi. Undan ko'p raqam chiqishi mumkin. Oylikning ko'payib kamayishina bog'liq. Agar yechirda ishlamaydi desam, kamida 10 million, 15 milliongacha chiqarsa bo'ladi. Unda men uyimga ham yerini döşesem bo'ladi ekan 10-15 million bilan. Endi narxlarni ko'raylik. Narxini yana boshqa yerda yani 1 million bo'lsa, siz ya 2 million deb turgan bo'lmang. Endi obunachilar o'zi ko'rib baho beraveradi. Bizdagi narxlarni yoyib danishtirsak bo'ladi baholar bilan. Masalan, bizda shu bu 4-5 paddonimiz gullarni ko'rsatib o'tamiz, keyin yoygan vaqtda baholarni tushuntirsak bo'ladi. Tengdek high-tech bo'ladi. Endi bular ham kачествосына qarab narxi kelib chiqadi. Bu buyurtmadim zo'r ekan obunachilar. Masalan, eng trendda bo'lib turgan gilamimiz shu 4 metr 5 metrlik gilam qarang. Shuni narxi mana shu 4 metr 5 metrligimiz 4 million 600 ming so'm pul bo'ladi. 1 kvadrati 230 ming so'mdan tushadi. Qarang, shu 4 million 600 ni 4 million 600 ni bo'lib to'layveradi 6 oyda. 766 ming so'mdan tushadi. Kачествоsi yaxshi gilamlarimiz. Sifati zo'r, lekin eng zo'rlari sizlar obunachilar hech narsa puldan tushmaydi ekan. Tutib ko'raveringlar, materiallar ham ajoyib bo'ladi. Qarang, bizda endi bularni yoyib beramiz. Bizda undan tashqari yangiliklarimiz ham bor, hech kimda bo'lmagan yangiliklar. Bizda Eron gilamlari ham bor. Chisti Eronning o'zidan, Turkiyaning o'zidan kelib turgan gilamlarimiz ham bor. Ya'ni haqiqiy turetskiy gilam bo'ladi bular. Kачествоsi zo'r, poliester materialda bo'ladi, qalin bo'ladi. Chisti Turkiya bo'ladi. Bularning narxi o'zi asl narxi masalan 550-600 ming so'm sotilishi kerak bo'lgan narsa. Bularni 1 kvadrat metrini 400 ming so'mdan ko'ramiz. Turkiyani 400 ming so'mga tushirdingiz. 400 ming so'm. Keyin haqiqiy Eron gilamlari bor yana. Har xil dizaynda. Bu high-tech dizayn Eronni endi ko'p odam biladi. Masalan, gulli klassik modellarni yaxshi ko'radilar yana. Ajoyib. Bularni bahosini keladigan bo'lsak, bular ham 700 ming so'm, 650 ming so'm sotiladigan gilamlar. Ujumini olgan klientlar biladi. 1 kvadrat metri. Bularning narxini hozirgi kunda 480 ming so'mdan qo'yganmiz. Ajoyib. Bizning do'kondan kelib bemalol 480 ming so'mdan xarid etishlaringiz. Shunda sizlarda Turkiya, Eron hamma davlatlarning gilamlari bor. Lekin bularni наличие pula sotib bilamiz hozircha. Masalan, bundan O'zbekiston gilamlarimiz hammasini 1 oydan 6 oydan qilib beramiz. Qarzini. Daroshkalar ham yem Eronni. Daroshkalari. Zo'r. Obunachilar, bu gilamlar umrlik gilamlar, hech narsa bo'lmaydi. Hazzat yuvib ishlataverasizlar. Ya sifati, ya ko'zga yoqadigan narsa emas bular. Xolasalarning dizayndagi gilamlar ham bor. Chisti Eron gilam bo'ladi. Yechirda topilmaydi. Neobishniy dizayn bo'ladi. Marakanskiy stilda aytiladi. Bularning sochoqlari ham o'zidan chiqqan bo'ladi, ya'ni. Bo'sh bo'ladi yana, qalin. Bular Eronning o'zidan keladi, ya'ni etiketkasi. Hali bundaysini ko'rmadim doğrusu. Gilam bazarını ko'rib turibmiz. Har xil turdagi gilamlar bor. Endi ham o'z pulini asıllar, hem arzon sifatli gilamlardan asıllar. Bormi shunday imkoniyat? Bor. Eng arzonlari bizda o'zi, ham sifatan ham eng zo'rlari bor. Masalan, baholar ham qimmat emas. 3 metr, 6 metr bo'lgan gilamimiz Sakzavodniki kачествоsi yaxshi bo'ladi. Shu qarang, 1 million 400 ming so'm pul bo'ladi shu. 3 metr, 6 metr bir katta zalad mos keladi. Shuni ham 6 oyga bo'lib olishlari mumkin, xolasalar наличие oladilar. Baholari arzon. Buni dizaynlarga keladigan bo'lsak, har xil dizayni bor. Bu svetidan bor, ochiqroq svetidan bor. Bu 3 metr 5 metr bo'ladi. Shu gilamimiz
1 milyon 200 ming so'm bo'ladi. Shunda 1 bir 200 milyon ming 200 so'mdan ming so'm. tushadi har oy. 1 milyon 200 ming so'mni 6 oy bo'lsa 200 ming so'mdan tushadi. Buni bu 3 metr 4 metr gilamimiz bu. Bunam bahasi arzon. Qarang. Bunam agar 6 oy aladan bo'lsalar, bo'lamiz 6 oyga. 960 ming so'mga tushadi. 3 4likimiz 160 ming so'mdan oylik to'lovi chiqadi. 160 Baholari ming dim arzon. Dim zo'r, haqiqatdan. Yana o'z puli. Bu svet ham Qolagan svetini olish mumkin. Bordoy svet desa, bordoy svet, moviy desa, moviy. Bular ham bahasi shundan chiqadi. Masalan, 260 ming so'm chiqadi. 3 metr 4 metr 6 oy olsa 160 ming so'mdan tushadi. Endi sifati bularni har xil bo'ladi. Kачестволari, masalan, bular undan ham yaxshi qolinga oli kerak. Zo'rini olaman degan odamlar uchun ham chetlari qo'shali bo'ladi. Ikki taraf ham qo'shilgan. Vorslari bo'ladi yana. Bular musurin nomida, sachin nomida xudo xolasa ko'p yil xizmat qiladi. Bularni pulini keladigan bo'lsak, 3 metr 5 metrlik g'oli 2 million so'm pul bo'ladi. Shu durishi. Bemalol bir zonda döşasa bo'ladi. 2 millionmi? Bu 2 million so'm bo'ladi. Gullari bu bordoviy bilan oq aralash ekan, Mayda gulli hozir eng zamonaviy trendda bo'lib turgan gullarda. Qalinlik ham zo'r ekan obunachilar. Ko'p odam so'rab turibdi, moviy no bir narsa, Firuza qashli gilamni g'ollab bormi deydi-da. Xotin qizlarimizda Firuza svet yaxshi ko'radi. Shu gilamlardan ham meni oldirganmiz, bunda metrajlari bilan bircha. Qalinlik ham ajoyib ekan. Metraji g'olisi bor. Buni bahasi masalan, eni 3,5 metr bo'ladi, bo'yi 5 metr bo'ladi. Masalan, bundan bahasini hisoblab beramiz, 2 million 350 ming so'm pul bo'ladi. Xolasalar nalichi pul, xolasalar bo'lib olishlari mumkin. O'zini pulini 6 oyda bo'lib to'layveradilar. 1 so'm pul kelib ham olib ketsa bo'ladi. Hozir yilning oxiri hammada rasxod ko'p o'zi. Shuni hisobini masalan tashkil, sadaqa, hamma narsa bir vaqtda to'g'ri keladigan vaqt hozir. Uyni remont etadilar, g'olga pul qolmaydi. Lekin yaxshi g'ol döşasi bor, bemalol kelsin, biz zo'rlarni bu ipak ham zo'r ekan. Bu ipak gilamimiz bo'ladi. Buni bozorlardagi narxi masalan shuni o'zi qimmatdan 1 kvadrati 200-220 ming so'm aytadilar shuning gilamni. Bizda 1 kvadrat 170 ming so'mdan chiqqan. Shu 3 metr 5,5 metr gilam. 16,5 kvadrat 170 ming so'm. 2 million 800 ming so'mga tushadi. Dum zo'r. Yana obunachilar yaqindan kelamiz, e'tibor beramiz. Naqshlar ham dum meda ekan. Meda naqshlar qimmat yuriydi har safar. Gullari diniqligini e'tibor bersinlar, diniq sifati zo'r gilamlar. Enang buni vibrlari ko'p. Xohlasangizlar ochiq sveti, xohlasangizlar chetlarining ko'mliroq svetlar ham bor. Seriy bilan oq aralashgan, pastdagi moviy bilan oq aralashgan edi. Dum zo'r ekan. O'rtasi avvalgi gulli gilamlarimizdan dim ko'p klientlar so'raydidan bizdan o'rtasi avvalgilarni obzor eting dedi. Masalan, bu gilamlar ham eng 2025 ni oxirida chiqqan dizaynlaridan, svetlaridan. Trenddagi. Ham dim uyni ochib turadi, bu lyustra bilan bir xil olib. Bularni qalinligina keladigan bo'lsak, endi ko'rsatingadingiz, bu yupqa narsa bo'lmaydi, endi ikkiga bo'lsa ham ochilmaydi bu. Shakar sapsay dökilmaydi deganlamni ya. Yumshoq bo'ladi, glavni endi yumshoq. Bularning orqalari ham sifatli naqddan ishlangan. Endi zichligini sababini shakar sapsa ichine girmaydi deydi. Bu g'oli zich bo'lganligi uchun. Seyrak bo'lsa ichine tushib ketadi-ku. Endi bu g'olni bilamiz. Bunday g'ollar qimmat yuradi. Buncha so'm chiqadi taxminan. Endi bular qimmat emas. Masalan, shu ham 3,5 buni narxina keladigan bo'lsak, bu ham 17,5 kvadrat bo'ladi. Ko'paytiramiz 170 ming so'm. Shu gilamimiz 2 million 970 ming so'mga tushadi. 2 million 970. Qarang, 6 oyda olsa 500 ming so'm ham bormaydi ekan oylik to'lovi, 400 necha ming so'mdan chiqadi. Masalan, har oyda 2 xonasini olsa 1 milliondan to'laydi. Lekin yaxshi gilam, masalan, 100 ming so'mdan ham to'lasa bo'ladi oylik to'lovini, 50 ming so'mdan to'lasa ham bo'ladi. Lekin sifat tushib boraveradi-da. Bu sifatli yaxshi gilamlarimizning narxini aytyapmiz. Ajoyib. Xalqimiz uchun shuncha imkoniyat obunachilar. Foydalanib vibrlari ko'p, har xilidan yoyib ko'rsataveramiz. Endi bu imkoniyatni qachongacha berib turibsiz? Xudo xolasa bizda rassrochga iloji boricha endi buni vaqti chegaralanmagan, hamma vaqt bizda bo'ladi bundan keyin. Baholar ham arzon. Biz hamma vaqt endi skidka qilinmiz, iloji boricha o'zi do'konimizdagi baholarni o'zi skidka baholarda qilib qo'yibmiz. Skidkasiz ham arzon. Har kuni yangiliklar kelib turibdi. Yangilikimiz ko'p, toza tovarlarimiz ham ko'p. Masalan, har xil dizaynda bor. Qalin deydimi, yupqa deydimi, har xilidan bor. Bularning dim qalin bo'ladi, endi. High-tech dizayn bo'ladi. Kачестволari zo'r. Svetam boshqacha. Har xil gulda bor, har xil razmerinda bor. Razmeridan muammo yo'q. Bizda masalan, gilam oladi, olib borib berish nechik deydigan klientlar bor. Bizda dostavkasi besplatniy. Xalosa masalan, ner, bu yerda eng uzoqi masalan Xorazm Pitnay. Xazaris. Bu yerdan masalan Mangatacha, Nukusgacha olib borib beraveramiz, bemalol kelaversinlar. Shunda Xorazm Qoraqalpog'iston ichida olib borib bersak bo'ladi. Obunachilar e'tibor etamiz.
Köpçilik high-tech uylari faqat oq gilamlar yarashadi deb o'ylaydi. Ina sveti dim akkuratniy, nejniy bo'lib turadi, shuni döşəsəyiz Bizdə də neobishniy dizaynda gilamlarimiz ko'p. Masalan, mening sifatli gilamlar. Buning gilamlarni ham reklamada ko'rsatmaydi, chunki bular sifati zo'r bo'ladi. Bahasam endi dim qimmat emas, o'rtacha. Masalan, gilam deganda hammani xiyolini 600 ming so'mdan gilam gapqa. 600 ming so'mlik gilamimiz ham bor to'shish razmerda, ularning sifati pastroq bo'ladi. Necha yil yaxshiroq bajaraman desa, kelsalar biz klientlarga ko'rsataveramiz. Ining dizaynlarini qarang. Kastvalari bir-biridan zo'r. Bularning dizayni nov desam, bularda rang 2 xil, 3 xil ishlatilgan. Hozirgi atacheng tomi, ya eng zamonaviy oboy demaya, ramkali uylarni tushaveradi. Zo'r. Yana svet ham, gullar ham, naqshlar ham ajoyib ekan. Bunda high-tech dizayni. Hech yerda topilmaydigan, takrorlanmas dizayni. Yana yaqindan kelib ko'rsatamiz. Ikki tarafdan 2 xil bo'ladi. Yine kartamız. Arkalarını dokunuşlarını ham ko'rsatishingiz mumkin edi. Buni orqasi paxta bo'ladi edi. Shuning uchun ham yumshoq. Bu lekin yupqa gilam emas edi, qalin gilam bo'ladi. Mana oppoq gilam kerak degan klientlari bo'lsa, masalan, klientlarimiz edi, oppoq gilamlar ham oldirib ko'pmiz, paxta deyin. Ajoyib. Sifati zo'r. Ko'p odamlar sotib turibmiz, edi, qalin, yumshoqligini qarang. Qattiqvasi zo'r. Gullari cho'kma bo'ladi. Cho'kmagan. O'zidan chiqqan, o'yilgan emas. Gulni o'zi shunday do'qilgan. Qattiqvasi zo'r. Masalan, menda aytishlarim mumkin, buni pulni ham aytib o'ting deb. Masalan, do'konimizda eng zo'r hollardan birisi bo'ladi shu. Bahasi buni 2 yandan 2 xil tovlanadi. Bu yana o'tib ko'rsatsa boshqacha, bu yon tarafdan boshqacha bo'ladi. Bahasına keladigan bo'lsak, ishi gilamimiz 3 metr 5 metr bo'ladi. Bahasi 230 ming so'm. 3 milyon 450 ming so'm bo'ladi. Xolasa shuni 6 oy to'lashlar ham mumkin. Xolasa nalichi berib ketishlar ham mumkin. Bunda qizil svet so'rasalar, xolasalar qizil svet ham bor bularning, bordoviy. Ko'p odamlar yoqadan svetda. Biza ko'pincha ya'ni yosh katta odamlar bordoviy bo'lsin, mayda gulli bo'lsin deydi. Shu klientlar uchun bu dim zo'r. Og'ram haqiqatan zo'r ekan. Vi bir assortiment keng keladilar, bemalol xohlagan versiyani tanlab olaveradilar. Yine. Bular ham sakzavotniki bo'ladi. Qattiqlardan zo'r bo'ladi. 1 kvadrat metri 80 ming so'm bo'ladi. Ajoyib. Qattiqlar zo'r. Yine 1 metrdan 5 metr adim bor. Zo'r. Xohlagan razmerda kesib tikib berishimiz mumkin. Haqiqatan zo'r obunachilar. Ko'rib turibman. Sifatlari ham narxini arzidon darajada. Kelib ko'rsalar bemalol biza klientlarga yoyib berish besplatniy bo'ladi, ko'rsatish ham besplatniy. Men masalan g'alasim bor, ishdan chiqdim. Bozor yapıladi 5dan keyin, bilasiz. Уже birinchi kun ishlamaydi. Sizlarda ish vaqtinichi? Bizning ish vaqti 7 ga 24 tapimizdan haftaning 7 kuni ishlaymiz. Azonda 10 da ochiladi, kechki 9 adim ishlaymiz. Shunda bemalol 6 dan keyin ishdan chiqib, bemalol ishdan keyin kelib ko'rsalar bo'ladi. Azonga 10 da ochsak, kechki 21:00 gacha biz shu yerdamiz. Bemalol kelib olsalar bo'ladi. Ajoyib. O'zingiz gördünüz obunachilar, bir assortiment dim ko'p. Nishatasiz, kelasiz, arqayin yana kechki 9 gacha xohlagan vaqtda kelishingiz mumkin. Manzilni yana bir marta tushuntirib o'taman. Ko'pchilik tushunmay turgan ekan. Bu tarafdan, Darital tarafdan kelaverishingiz bo'yicha Dehqon supermarketi hozir toza ochilgan. Davlat xizmatlarining to'g'risida shu yerda tushib qolib, shu qator bo'ylab kelaverasizlar. Endi bu tarafdan Shumbala tarafdan kelaverishingiz bo'yicha Olimpiya stadioni, yine Xorazm baliqlarini yanında joylashgan, yine doğrusunda Gilam Bozor 2 deb yozilgan. Yana bir telefon raqam profillarini qoldirib o'tamiz. Bu yangilikni g'alilarni o'zini pulunda 6 oygacha arqayin to'layman deb o'tirgan yaqinlari yuborib qo'yasiz.